Ro'za vaqtida qorni tez-tez ochib qoladigan, qorni katta bo'lib chiqib ketayotgan klientlarim mani videolarimni e'tibor bilan kuzatinglar. Bugungi kunda sinovdan o'tgan mahsulotlarimizdan biri bu bizning Kolumbiyskiy original korsetlarimiz. Albatta, o'z-o'zidan natijada o'tgandan keyingina biz reklamasini chiqaramiz. Kolumbiya original korsetlari bugungi kunda qorningizni to'q tutib berish vazifasini bajaradi. Nima hisobiga deysizmi? Bu shunchaki taqqaningizda ham qorningizni kirgizib beradi, ham qorningizni to'q tutqizib beradi. Sababi sizni oshqozoningizni ushlab turadi. Oshqozon qattiq bo'lib ushlab turilgandan keyin avtomatik ravishda siz ortiqcha narsa yeya olmaysiz. Bahorga chiroyli qomat bilan chiqmoqchi bo'lsa, albatta bu Kolumbiya original korsetlarimizdan olishingizni tavsiya qilaman. Bu korset universal korset hisoblanadi va erkak ayollar ham taqsa bo'ladi. Grishadan qiynalayotgan erkaklarimiz, ayollarimiz, asankasini tushirib yuradigan ayollar, erkaklar bo'lsa, albatta bu korsetni olishingizni tavsiya qilaman. Albatta bu korsetlarimizni Ramazonga skidkasi bilan birgalikda qo'yib beraman. 150 ming so'mdan hech qayerda bunaqa Kolumbiya original korsetlarini topa olmaysiz. Siz bir marta olasiz va natijani albatta menga aytasiz. Bu ko'rinishda bo'lgan Kolumbiya original korsetlarimizni sizlarga ham taqdim etaman. 150 mingdan skidka vaqtida olinglar.